Zo'r hovli uy sotiladi. Assalomu alaykum. Qadrbaland qadrdonlarim, sog' salomatmisizlar? Asl uy-joy jamoasi 26-iyun o'z ish kunini boshladi va sizlarga arzon cho'ntebop xonadonlarda obzorini ko'rsatishda davom etamiz. Bugungi manzilimiz Farg'ona shaharida eng zo'r lokatsiyalardan bittasi. Jo'dam hududi Jambil mahallasida ushbu ko'rib turgan fayzli hovli uylaring sotuvga chiqyapti. Uyimiz 8 sotixdan iborat, 5 xonaviy bor, plus oshxonasi bor. Romlari akfa qilingan, taylari taxtapol bo'lgan, 100% isitish tizimiga ega. Gaz, suv, svetdan yo'q. Maktab, bog'cha, masjid yaqin, 5 mahalla azon ovozi bu hududga ham eshitilib turadi. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor holatda bo'lgan ushbu fayzli xonadon zudlik bilan sotiladi. Juda ham ko'p insonlarga qiziq bo'lishi mumkin. Sergap Azbek ushbu xonadonda narxi qancha? $79,000 baho so'ralyapti. Ozmos irimiga o'tib beradigan joy bor. Ko'ringlar, ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlardan ma'lumotini oling va ushbu xonadonga boring, ko'ring, yoqsa uy hudud narxi, unda bemalol ushbu xonadonda xarid qilishlaringiz mumkin. Xato nuqsonlari bo'lgan bo'lsa, to'g'ri tushunsa video yoqqan bo'lsa albatta like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Biz YouTube'da, Instagram, Telegram, Facebook, TikTokda kuzatib borishlaringiz mumkin. Shunchaki lotin harflar bilan asl uy-joy savdo yozsalaring shundoq qanaqa kelib chiqadi, kanalga obuna bo'lasiz va bizni kuzatishda davom etishlaring mumkin. Asl uy-joy jamoasining reklama xizmati shahar ichi 250 ming so'm, shahar tashqarisi kelishilgan holatda. Undan tashqari sizga shunaqangi panoramli video kontent zarur bo'lsa, unda bemalol xonadoningizni rasmga olib, bizni kanalimizga shundoqqina yuborib, ma'lumotlarini jo'natsalaring, bunda reklama xizmatlaring 100 ming so'm bo'ladi. Shoshilinglar, har doim ham bunaqangi imkoniyat siz aziz obunachilarimizga qo'ldan kelganicha taqdim qilib boryapmiz va eng asosiysi bu imkoniyatlardan foydalanishlaringiz mumkin.